Ona bola, mana bolasi buqa. Oqbet Grenford bu. Mana Grenford buqa. Buqasi dahshat ekan. Ko'z tegmasin. Sigirimiz zo'r ekan. Ikkita tuqqan ekan sigirimiz. Uchinchisiga 5 oylikdan o'tdi dedi bo'g'ozlar. Mana ellar juda yuvashgina ekan, mana yuvashgina edi. Yerga sog'mak o'val bo'la. Mana yuvashgina. 400 kasib butun. Yelini mana 13 ta suti bor ekan hozir. Dehqonni moli mana rasvolar bilan yotibdi. Yeti yaxshi ariq emas. Endi rasvolar bilan yotibdi, tozalamagan ekan-da. O'shaning uchun dehqonniki savdogarlik bo'lsa, yaltillatib tozalab qo'yadimi? Chiroyli qilib qimmat shampinlar bilan yuvib tozalab qo'ygan ona bola ikkalasi. Mana bolasi ham rasvasi chiqib ketgan. Turibdi dehqonniki. Narxiga kelayotgan bo'lsak, 28 million so'm kam bor ekan. 13 ta sutiga garantiya dedi. 5 oylik bo'ldi dedi. Bo'g'ozliga dedi. To'ldirdi dedi. Qani qarang qanaqligini. Narxi 28 million so'm kam bor. Mana yelinlari, buzog'i. Telefon qilib olaverasizlar, kelishib mol qilaman degan odam bo'lsa. 5 oylik ichi bo'g'oz dedi. To'radan o'tdi dedi. 5 oyga o'tdi dedi. 4 oy to'ldirib dedi. 87lik 501 59 99 telefon nomeri. Mana yuvashgina ekan lekin jonivor. Xo'shagi mana shu somon yeyapti. Yeb turibdi ekan. Aloqaga chiqib olaverasizlar. Uchinchisiga bo'g'oz ekan men. Qaysi tomondan so'qsam ish yo'q ekan bu jonivor. Yuvashgina ekanda. Telefon qilib olaverasizlar. Kim olaman desa qiziqqan bo'lsa.